ayıptış koyamdı. Yakomuz yani biz misal keltireyli. Nurgun ballarının nime işqa kitap küreşini yaxşı görmezke. Kitabını kösül beş ağrıydı. Kitabını kösül beş ağrıydı. Kitabını kösül onun da biyaramlık his kıldı. Yakom sınıf kıbaslı biyaramlık his kıldı. Bu qandaq ahvaldan yüz berdi. Biz bunu mundaq düşündürümüz. Bir bala kitap küretip ma'lum narsani tushunmadi. Tushunmagan vaqtda bu balani o'qituvchisi yoki bo'lmasa ota-onasi tilgan bo'lsa, ayblagan bo'lsa, "Mushuni bilmadingmi?" dedi. Kitap. "Mushuni bilmadingmi?" dedi. Bu bir odamni ayblashning o'zi odam biyaramlik tuyg'u paydo qiladi. Bu bala ota-onasini ayblashni kitap bilan bog'lab oldi. Menda aytgan vaqtda ma kitap qo'ng'iroq hisoblandi. Ota-onasini ayblishi bevosita uni biyaramlik paydo qilyotdi. Kitap paydo qilmagan dastlabda. Uni biyaram paydo bo'ldi. Qo'ng'iroqning o'rnida nima bo'lsa kitap. Kitapni ko'rdi, biyaram bo'ldi. Kitapni ko'rdi, tilidi, kitapni ko'rdi, tilidi. Keyin bu balani ota-onasi tillamagan taqdirdimi? Kitapni ko'rganda biyaramlik kelib chiqdi. Shunga balalarning o'qish qizg'inligini kim yo'q qilib tursa, mana shunda ayblashlar. Shunga balalarning asli o'qish qizg'inligini tushuntirish orqali bilganda qizg'idi. Agar u bilmagan vaqtda ayblangan shu kundan tortibla bola qachonda kitapni ko'rsa, xuddiliqi qo'ng'iroqchasi ishdan sho'lga yoqqandek, bola kitapni ko'rsa biyaramlik tuyg'u paydo bo'ldi. Yani bazı ayollarning yoki erlarning uyga kirish xushi yo'q. Uy kirsil biyaram bo'ldi. Uy kirsil biyaram bo'ldi. Uy kirsila uning bir xil g'alati nima deb qo'ymiz, bizarlik tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu nereden kelib chiqdi? Buni muhit orqali shartni ishlaymiz. Muhit orqali shartni ishlagan nimasi? Masalan, siz bir uy kirdingiz, bir ayol uy kirdi. Yo'ldoshi uni bilan urushib qoldi. Ko'ngli biyaram bo'ldi. Biroq bu vaqtda bevas biyaramlik keltirayotgan nima bo'lsa yo'ldoshi. Ammo bu ayol shu uyda muhit qaraydi. Televizor qaraydi, turist qaraydi. Qaramayman deb qarama. Chunki u ko'zini jumbilab urushmaydi da yo'ldoshi bilan. Urushdi, ko'zi muhitni ko'rdi, urushdi, ko'zi muhitni ko'rdi, urushdi, ko'zi muhitni ko'rdi. Keyin yo'ldoshidan urushmasimi, yo'ldosh bo'lmasimi bu uyga kirsalar biyaramlik paydo bo'ldi. Erladim şu, ayollardim şu. Şuna ba'zida böyle uydan bizar bo'lish mushunda shakllangan bo'ldi. Unda qanday qilish kerak? Menimcha uyni qayta bezash kerak. Yoki bo'lmasa bu uydan ko'chib ketishmi aqlonlik. Ammo bu iqtisodiy masala hamda uyni bezib o'tish kerak. Hech qanday bir nim paydo bo'lmasimi? Gerçekten urush bo'lmagan taqdirdami, uyni bekki pul chiqarib bezab ketmasimi, 3-4 yilda, 5 yilda degandek bir qatam uy jozilarini o'rnini almashtirib etsin bo'ldi. Agar iqtisodiyat bo'lsa, oz pul xarjlab har xil shaklda chiqarib etsin bo'ldi. Chunki bu orqali aql shartlashni yo'q qilib etgan bo'ldi. Yoki bo'lmasa odatnish dedik-ku bayatin, odatnishdiliqqa kunavergandikan qizg'inlik qolma dedik. Buningmi foydasi bo'ldi. Chunki bu xil odatnishdimi odam bir xil zerkish paydo bo'ldi. Ma'qul klass shartnish tursa biyaramlik shakllandi. Biyaramlik shakllangan vaqtda men bayatin dedim, bu o'yini ancha-muncha o'zgartirib etsa, balki mashinaga belgilik darajada foydasi bo'lishi mumkin. Klassik shartlash deymiz. Yana bizmi shu televizor teatrlarini misol televizor ilonlarini misol qilsam. Bir intayin güzel bir artist qo'lda ma'lum bir ichimlikni yoki suvni danglab chiqdi. Chiqqandan keyin tomoshabinlar suvni ko'rdi, u chiroyli kelishgan artistni ko'rdi. Go'zal narsaning har qanday odamda dopamin qo'zg'aydi. Ya'ni uning bir xil intilishni paydo qiladi. Tushunalmi? Suvni ko'rsatdi, uningda xushal tuyg'u paydo bo'ldi. Suvni ko'rsatdi, xushal tuyg'u paydo bo'ldi. Suvni ko'rsatdi, xushal tuyg'u paydo bo'ldi. Televizorda. Endi bu odam tallavozor kirgan vaqt hargiz u artist uningga suvni ko'rsatib ma'nolang demaydi. Ammo shu suvni ko'rgan vaqtlar, o setvog'chi xaridada darhol eliqi go'zal tuyg'u paydo bo'ldi. Dopamin qo'zg'aldi. Dopamin o'zi ashna ol deydigan bir narsani itildirib turgan. Suvni ko'rdi, suvni ko'rgan vaqtda xuddiliqi ishdan sho'lga yoqqanda kishilarning sho'lga yoqdingan. Amaliyot uning sho'lgini oqizayotgan narsa u ichimlik emas, balki mash artist bo'lishi mumkin. Yakum sva kasal. Demek bu ilanda en köp uçlaydigan.
Şuna ilanlarning ko'pincha ko'rsak, nəhayət kilishgan odamlarni yoki kilishgan manzillarni chiqarish orqali o mahsulotga shu xaridorni bir xil shartlashni olib boradi. Bu ilan san'atda ishlatilgan usullar. Shuni aytamsizlar, biz bunday ekanmiz klassik shartlash deb ataymiz. Undan sonra klassik shartlashning yaxshilag'im shartligil bo'lamdi. Masalan, bir balni tug'malda kitobga yaxshi ko'radigan yoki muzikaga yaxshi ko'radigan yoki bo'lmasa va hokazolar. Bo'ladi. Adamning tug'mi yaxshi ko'rgan narsalari va odamning tug'mi yaxshi ko'rgan narsalardan nima desa, birsi shu tatliq narsani tug'mi yaxshi ko'rdi. Yana birsi odatda yeyishni tug'ma yaxshi ko'rdi. Yeyishni tug'mi huzur berdi odamlarga. Mush orqali shartlashib pasaq bo'ldi. Masalan, bir kichik balani ana masalan kichik balani imitayotgan vaqtda Aşnağa kitap oxup bəsə, yoki muzika anlatıb bəsə, yoki aşnağa ko'zi ko'sib turib shu narsalarni, aş bala huzurlangan narsaga, a narsani ko'sib bəsə, har qatim balkim aş bala kitobni ko'rgan vaqtda uningda dasbida opsini emgan vaqtdagi aş tuyg'u paydo bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa g'arb ishlatadigan kitob qiliqi, asal sutib qo'yish orqali bala asalni yalavurdu ama yalash jarayonida kitobni ko'rdi. Asalni yalavurdu, kitobni ko'rdi. Asalni yalavurdu, kitobni ko'rdi. Keyin bala kitobni ko'rgan vaqtda nima shakllansa, asalni yegan vaqtga yaxshi tuyg'u paydo bo'ldi. Bu orqali balalardagi klassik shartlash orqali biz ba'zi yaxshi qiliqlarni tug'malda, tug'ma inkas bo'yicha shakllantirsak bo'ldi. Unda olsa mening sizlarga so'zlaydigan 3-chi nuqtam nima degan vaqtda mashg'ulot shartlanish. Ama bu mashg'ulot shartlanish oldingi ishga qaraganda texmi muhim. Chunki bu biz maqsadga oldi ba'zi qiliqlarni shakllantirishda bu bek muhim narsa. Asal diqqatingizni yig'imsanglar, ma'nosiga nisbatan sal qiyib ketishi yuz berishi mumkin. Unda esa mashg'ulot shartlanishni deyishdan burun men tuvandagi ma tajribani, Chashqanning tajribasini misol qilay. Chashqan tajribasida B.F. Skinner yapgan bu tajribani. Bu tajribada bir chashqanni qafasga sulab qo'ygan. Bu qafasning ichida ma'lum bir kunupka bor. Kunupkadan birsi bor. Bu kunupkani bassalar qafasning ichiga irimchikka tushdi. Shundan tunji qatim chashqanni bu qafas sulib etgan vaqtda chashqan har xil harakatlarni qilgan. Yili bu yang usib baqqan, yili bu yang usib baqqan, yili oqi usib baqqan, yili tatlab baqqan, yili chiqirab baqqan, ammo tasoddifiy mush harakatlarning ichida tasoddifiy şu oldin qo'li kunupkaga tekitib qolganda irimchik chiqqan. Tasoddifiy inkas. Shundan chashqanning mush irimchikni yeb bo'lgandan keyin bu kunupkani 5 qatim sanashib ketgan. Demak u hamda bayatinqi chiqirash, yoki aynaklarga tushish, yoki yalan tatlash harakatlarining hammasi shallanib, to'xtamay kunupkani 5 inkasi kuchayib ketgan. Ya'ni maqsadlik besib boshlagan. Ondan sonra tunji qatim chashqan kunupkani tasoddifiy besib qoldi. Ammo bu tasoddifiy harakatda, tasoddifiy inkasda u tuyuqsiz so'g'at qilishib qoldi. Yoki bo'lmasa ma'lum bir suyunchiga kirishib qoldi. Shu suyunchiga kirishgandan tortiblar bu boshqa harakatlarni tashlab, to'xtamay kunupka besish harakatini oshirib etdi. Unda esa endi qaysi qonun barliq keldi desa, ifit qonuni yoki unum qonuni, ya'ni odamlar cho'g'ilnayotgan harakatlarning ichida yoki hayvonlar cho'g'ilnayotgan harakatlarning ichida ma'lum harakat uningga ma'lum bir tasoddifiy harakat, ma'lum bir harakati uningga mukofot berib qolsa, yoki shuningdan huzurlanib qolsa, yoki shuningdan suyunchi kirishib qolsa, mayli odam yoki hayvonning bu harakatni qilish qatim soni ishib ketadi. Masalan, bir kalım mo'ridi. Mo'rigandilar uningga alab yoki bidibadiq. Shuningdan bu kalida mo'rash ishib ketish mumkin. Demak, u tasoddifiy harakat qilgan, bidibadiq kuchayib ketdi. Ikkinchi qatimliq mo'rishi tasoddifiy emas, maqsadlik elib berildi. Biz buni nima deymiz desa, biz buni mashg'ulot orqali shartlash deymiz. Shu atamsizlar, ya'ni ma'lumotdan bir ishlarni qilib baqdi, uning ma'lum narsa berdi. Yoki bir odam u yanda sayli qilib ketib bordi. Tuyuqsiz yo'lning ma'lum yerdan 5 qo'y pul tepib qolgan bo'lsa, u balkim ashani 2-3 qatim, ya'ni oyini bitish mumkin. Asli tasoddifiy ketib qolgan, ammo u 5 qo'y ushlab qoldi. Bu vaqtda uning harakati kuchayib ketdi.
Demek ikinci qatim uning uyak berishi maqsadlik inkos qilinib ketdi. Shunga ifti qonun degan nima esa, biz qilayotgan harakatlarning ichida, tasodif harakatlarning ichida ma'lum birdan biz huzur ep qalsaq, o chaqda biz shu harakatni davomlashtirish qatim sonimiz oshadi. Aksicha, ma'lum harakatlarimizdan biz ziyon quchtirsak, yoki bo'lmasa azoblansak, yoki ma'lum bir harakatdan biz ma'lum bir jazo quchtirgan bo'lsak, bu harakatni qilish qatim sonimiz tuvalishi mumkin. Unda esa ballar kuchayli biz. Bir bal uchun unda bo'lsa, bal degan nurg'o'shlarni qiladi, yilani qilib baqidi, ilmani qilib baqidi, yilni qilib baqidi, mishamiz tasoddiy harakatlar. Ammo bala buning ichidagi ma'lum harakatdan suyunchi kirishib qolsa, xushal bo'lib qolsa, bu harakatni to'xtamay qiladi. Unda esa ballarning eng xushal bo'ladigan suyunchi zot nima? U hargizmi qiliqlagan alab yoki bo'lmasa chashqanlarga irimchik bo'lmasligi mumkin. Unda esa balining bu qiliqini kuchaytiradigan bekteqa qilishing kerak. Aman balning bu harakatini kuchaytiradigan suyunchi mukofot zot nima? Ataning diqqati. Ata-ona balining qaysi harakatiga diqqat qilsa, uning shu harakati kuchayib ketadi. Bu mundaq bir qisqarlik holatini yuz berdi. Masalan, mening bir navrakamning bir balasi bor. Bu balasi to'xtamay, tokning deb qo'yamiz. Video chatiliq 90 deydigan yaga qo'lini bu tokbaga tiqib oladi menda. Buni tiqqan vaqtlar hamma ota-onalar yuzini uydagilarning hammasi, ota-onasi voy deb uning yoniga berib, uni tillab ketadi. Ammo u to'xtamay bu harakatni qiladi. Tillaydi. Ammo u yanlam qilaverdi. Tillisimi qiladi. U qachonda fursat topsa qo'lini shu tokbayaga sanjib oladi. Unda bo'lsa, bu 2 yoshlik bola, 102 yoshga kirdi. 2 yoshlik bolaning bu harakatini nim kuchaytirib bordi bo'lsa, ota-onaning uningga diqqat og'dirganligi uning xushallik beradi. Chunki uni tillasa, ay desa, uning logika bo'lmaydi, u tushunmaydi. Ammo uni xushal qilayotgan narsa nimasi? Uning ota-onasining uningga diqqat nazar. Shunga ota-ona bolaning tasoddiy harakatlarining qaysiga diqqat qilsa, u shu harakatni kuchaytiradi. Bu harakatlarning ichida kuchaytirish, ya'ni eng kuchli kuchaytirish nimasi? Ota-onaning uningga bo'lgan e'tibor. Masalan, bir bola naqsh usul o'yinda, "Va" deb hamma o'ydikining hammasi uningga diqqatini og'dirib, chavak chag'an bo'lsa, bola to'xtamay bu harakatni qaytlaverdi. Qaytlaverdi. Shunga nurg'un bolalarning keyin jinoyat o'tkazishidagi sabab nima desa, bu bola balkim kichik vaqtida ota-onasining diqqat nazariga to'liq erishaolmagan vaqtda o jamiyatdagi jamoatning, kishilarning diqqatini tortish uchun yamash qilish mumkin. Shu bolaga hay degan sir ma'lum ishni qilishning sababi nimasi? Chunki hay deganning o'zi amaliyotda ota-onaning uni mukofotlab qo'ygan hisoblanadi. Shunga bolalardagi ba'zi ijobiy harakatlarni bildirganda asli ota-ona oshininga haqiqiy diqqat e'tiborini bildirishi. Ba'zi qiliqsizlik ishlarga diqqat e'tiborini bermaslar, bola darhol to'xtaydi. Masalan, mush bola qo'lini sanjida, agar hech kimning kori bo'lmasa, bu harakatdan tizla chekindi. Nima ish qilsa, suyunchi yo'q. Uningdan oladigan kuchaytirish, ya'ni mukofot bo'lmaganlik uchun. Uni qancha ko'zi kirib olgan sira, qo'lni sag'an qancha voy degan sira, balda bayatin dedik, harakati, ash harakati qatim soni kuchayib ketgan. Shunga men bayatimni deb ketdim, bolalarning qaysi harakatini kuchaytmoqchi bo'lsa, ota-ona shu harakatga e'tibor berish kerak. Amaliyot aksi hozir qanday qilsa, nurg'a ota-onalar bolalarning qiliqsizlik ishlarga bek e'tibor berib, odatga yaxshi ishlarga e'tibor bermaydi. Unda qaysi harakat oshidi? Albatta, qiliqsiz ishlari eshib ketadi. Nima ish qilsa, bu yerda balani kuchaytiradigan, balaning nima deb qo'ydik? Ma'o xuddi chashqan irimchikni yeb kuchaytirib o'tgandek, balaning irimchiki bu yerda nimasi? Ota-onaning e'tibori hisoblanadi. Shunga buningga ota-onalar bek diqqat qilmasa bo'lmaydi. Masalan, marisam qaraylik. Bu bala tasoddiy kulimsirganda dadisi uni quchqiga oldi. Shundan bu dadisining yoki opasining quchqiga elishi bola uchun ajoyib yaxshi, suyunchi, xuddi chashqanga irimchik bergandek ish. Dastlab kulimsirishi tasoddiy. Uningdan bola huzurlandi. Hamda eng oxiri bo'lsa bu bola to'xtamay kuladigan bo'lib oldi. Keyingi kulishlarning hammasi tasoddiy kulish bo'lsa, tasoddiy kulish emas, nima bo'lsa maqsadli kulish hisoblanadi. Uning harakati hargizmi tasoddiy kulib qolganlik hisoblanmaydi. Biz buni nima deymiz? Mashg'ulot shartlash deymiz. Shunga agar bu xil shartlashni ota-onalar to'liq bilib olgan vaqtda, buni nurg'unlagan, yaxshi bo'lgan bir xil natijalarni chiqarib bo'ldi. Ham shundaqla bolalarning ba'zi qiliqsiz harakatlarini tabiiy to'sib o'tkil bo'ldi. Unda biz yig'inchoqladik. Qanday bo'lganda bolalarning qiliqsizligini tuvalatib,
yaxshi qilqina shug'ul bo'ldi. Endi otdi. Ya'ni mashg'ulot shartlash orqali bola qiliqsizlik qilgan vaqtda itvar vermaslik. Yoki itvar bermagan holat kirib olish. Yaxshi qiliqlarni qilganda bo'lsa, butun oila uning itvar berish. Ammo hozirgi oilada dal aksi. Shunga buni qat'iy o'zgartirish kerak. Mana shu vaqtda bizning mashg'ulot shartlash darhol o'zining rolini o'ynaydigan gap. Ondan sonra mashg'ulot shartlashda biz nimani o'tirib qo'ydik desa, tasodifiy ma'lum harakatni kuchaytirib etgan vaqtda, ya'ni ma'lum suyuncha yoki huzur yoki mukofotlarni kuchaytirib etganda bu harakatning 101 qatim sonini oshirganligini bildik. Unda bo'lsa, o tasodifiy harakat qilmizchi? Bizning oshni tasodifiy harakatga qiyg'izg'imiz bo'lsa, masalan, sirk maydonlarida ba'zi mushuklarning to'pning ustiga chiqib olib uslo o'ynaganini ko'ramiz. Unda bu harakat qanday shakllangan? Buni hargizmi uni ko'ndaguvchi saqlab turib, qachanda mushuk ashning ustiga chiqsa, men uni mukofotlayman deb saqlab o'tolmaydi. Yoki biz bunda o'ylaylik, bir qo'yni uslo o'ynatqimiz bo'lsa-chi. Biz hargizmi o'tirib olib, qachanda mush qo'y qo'lni ko'tarib uslo o'ynasa, men uni bidiverman deb saqlab turolmaymiz. Unda qanday qilamiz? Endi biz ba'zi harakatlar odamni tug'um bo'lmagan vaqtda biz uningga yaqin narsalarni shartlash orqali shu harakatni shakllantiramiz. Buni biz odatda shakllantirish deymiz. Ya'ni bevos shu harakat emas. Shu harakatga yaqin harakatlarni to'xtamay kuchaytgan vaqtda suyunchi berish orqali. Masalan, bir mushukni to'pning ustiga chiqib uslo o'ynatqizmoqchi bo'lsak, avval biz to'pni qo'yib qo'yamiz, mushuk to'pni yoniga berganda uningga mushuk yaxshi ko'radigan narsani beramiz. Undan keyin bag'ansi shu xil taraqqiy qildirib, eng oxirida mushuk aningdan keyin to'pning ustida o'ynagan vaqtda aningdagi uningga mukofot berish so'roq orqali uni shakllantiramiz. Yoki bo'lmasa bir bola kichik bir 2 yoshlik buvoqni sizlar to'nglatqini echib, sut botolikasini akkilish harakatini o'rgatmoqchi bo'lsangiz qanday qilsizlar? Hargizmi saqlab turib, qachondimush balam tasaddibiy to'nglatqini echib, sut botolikasini akkalsa, ondan men uni quchoqlab yoki bo'lmasa uni chavoq chelib, uni rag'batlantirman deb o'tirolmaysizlar-da. Chunki u degan undaq tasaddibiy harakatning yuz berishi bek tez to'xtaydi. Unda qanday qilib bu 2 yoshlik bolani yoki 3 yoshlik bolani chiqib